Bolalar. Yaxshimisanlar? Bugun toqqa o'zlaring borib kelasanlar-ku. Shu 30 kanaman-ku, kutilmaganda ishxonadan xo'jayin chaqirib turibdi. Bormasam ishdan bo'shatib yuboradi. Shunaqa holat bor. O'shanga endi men bo'shab ketishimni xohlamaysanlar-ku. O'zi aytadi-yu, ko'zga tushganni bosh nima? Xullas, daraxt bo'lmasa shamolni chiqib bilmaydi. Men mana shunaqa gaplar bor-ku, endi o'shanga o'zlaring sekin borib kelinglar. Men to'g'ri tushunasanlar, ishxonaga bormasam. Va'dasi. Nima? Kim bilan gaplashyapsiz? Ha, og'aynilar bilan gaplashyapman. Menga qarang, hech qanaqa choyxona, poyxona yo'q bugun, tushundingizmi? Bozorga boramiz. Bolalarni maktabga kiyintirishga. O'shanga bolalar to'g'ri tushunasanlar. O'zlaring sekin borib ko'rsin. Ishxonaga bormasam bo'lmaydi. Yo'q. Nima deysan yana? Hech shoshmang. Yo'q, bugun bormas ekanmiz. Inninga boramiz. Odam ham kamroq bo'ladi shunda bozorda. Shunda indinga boramizmi? Indinga boramiz. Ha, yaxshi. Yaxshi ochib yubormabdi-ya. Xudo bilsin. Endi boshqa nazarimiz chiroyli qilib. Bolalar, menga qaranglaring. Bugun ham men vaqtida yig'ilib kelinglar. Toqqa bora olmayman. Ilojim yo'q, ishim chiqib qoldi. Undan bahonalaring ketmaydi. Xotiningdan qo'rqadigan bo'lsang, etlaring. Kelmaganingni aytib qo'y, xotin qo'layotgan deyman. Menga o'xshab bir mard bo'lib, xotiniga shatta-shatta gapiradigan erkak bo'lsang bo'lmaydimi? Bo'pti, biz hal ko'rishamiz. Ey, qara, xudo degan odamsan-da. Hozir ishxonamdan telefon turibdi. Bugun tez yetib keling, komandirovkaga 2 kunga viloyatga borib kelasiz deydi. Shu qara, indinga bemalol xarajat qilib ko'ramiz.